Ovqatingizni yeb qo'ymaysizmi? Nega bunaqa qilyapsiz? Yegim kelmayapti. Rahmat. Dadajon, qo'yavering. Buningiz o'zi shunaqa. Nuqul ovqatidan sabzavotini terib yeydi-ya. Ovqatni oxirigacha yeb qo'yish kerak, qizim. Bo'lmasam ovqat xafa bo'ladi. Qani olingchi, qizim. Ola qoling. Ha. Dadasi, hali Bahodirboynikida ko'rinmadingiz-a? Bir o'tdim. Ha, voy. O'zi ham to'ydek bo'ldi-ya. Bitta kelin-kuyov ko'rinmadi xolos. Hozir ko'plar shunaqa qilyapti, oyi. Endi haligi orzu havas deganday. Voy, tavba. Lekin bunchalik dabdaba ham yaxshi emas. Qancha narsa uvol bo'ldi-ya. Uvol bo'lgani yo'q, oyijon. Narsalarni odamlarning tuguniga solib berib yuborishdi. Ha, unda yaxshi. Baraka topishsin. Xudo xolasa, biz hajga borsak, bunaqangi bema'ni narsalarni qilmaymiz. Xudo xolasa. Oling, qizim, oling.